أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر زكاة الأموال. تجندين bu zakatul ruus, her bir canğa to'laydigan sadaqa. Buni zakatul amvalning oqi ulab ketyapti. Asl bu kitob siyomning oxirida kasim bo'lgan, yani tartib bo'yicha. Chunki ro'za ahkomlari tugab, ro'za hayit boshlanishiga, xudo ibodat o'qitishga kitob siyomning oxirida kasim bo'ldi. Lekin bu zakat babi o'qishga mush qatorda bahs qilayotayli debdi. Sadaqatul fitr, zakatul fitrdan ma'lumdir. Fitr yani ig'iz etish. Bir oy ro'za tutib, ig'iz etish boshlangandan tortib namoz o'qish qadar berdigan sadaqa o'g'achqa shunda atalgan. Sadaqatul fitr, zakatul fitr. Ikki qism bor. Fitrda buni idofa qilishi shu sababiga idofa qilish debdi. Idofa ila sabab. Yani mushu zakatninki vacib bo'lishi Ramazonni oyoqlashtirib ig'iz etish bilan vacib bo'ldi demak. Yoki ro'za etning sadaqasi desak bo'ldi. Buning vajibligiga ijmo bor. Aniq hadislar kelgan ijmo bor. Ba'zi olimlar Qur'oni Karimni dalil keltirib va atuz zakat dairasiga kirdi. قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى degandek oyatlarni tazakka, yani sadaqatul fitrni ba'da deb dalil keltirgan. Oyatlarni dalil ko'rsatgan bo'lsa, lekin hadisda aniq vojib deb ko'rsatgan. Mana Hanafiy mazhabda bu sadaqatul fitrning hukmi vojib. Jumhur farz deb qaraydi. Chunki ular farz bilan vojibni ayirib jumlashgan. Hanafiy mazhabda vacib mertebete bedelinin zanni degan bo'lsa, hadisda isbotlandı, şunu vacib deb qaraymiz. Lekin amaliy jihatdan farqi yo'q. Ya'ni shunga zor amal qilmasa gunohga bo'ldi, yani farzning hukmida. Faqat inkor qilgan kishini kafirdan do'qmondiq, shuni farq chiqadi. Jumhurlar mazhabning o'ttirdimu millatda ixtilof yo'q. Chunki jumhur zakatul fitrni vacib emas deb qaragan kishi kafir bo'lmaydi deb qaraydi. Kafir bo'lmaydiganligida hammalar ittifoq. Buningda hikmat nima? Hadislar bayon qilishicha, birinchisi tuhratun minar rafat. Ro'za tutish jarayonida ba'zi bir til haqorat degandek g'ayrat shikoyat mushuna narsa sodir bo'lib qolgan bo'lsa, shuni tozalashadigan Ramazonni joyida qiladigan bir sadaqa degan shaklda. Ikkinchisi ro'za kunlarida miskinlarninki xushal-xuram, muhtojlik qilmay hayitni o'tkazish uchun va ta'malil masakin. Bir hadisda ag'nuhum an su'ali fi hada al-yawm. Mush kunda ularni tilashga muhtoj qilmanglar degan bo'lsa, sadaqatul fitrdan hikmat shu ikkisi deymiz. قال: وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية. واجبة دب إنق دمنا فرز دمنا حر مسلمانغا نصاب مقدارı إغلق با مسلمانغا dedi. Bu إغلق فاضلا عن حوائجه الأصلية. Özünki gündelik turmuşdaki ihtiyacının artık olsa şununla sadaqatul fitr berish vacib bo'ladi. Miqdori nisob dedi. Bunda malun nami olsun, mal g'ayri nami olsun o'xshash. Biz yuqorqi boylikning 3 martabasida bir martabani malun nami bo'lmasimi, malun nami miqdorida nisobga ega bo'lgan kishi, kiyim-kechaklar bakchi, uy saymonlar bakchi, do'kon ziminlari bunda bo'lib qolsa, bu ihtiyacın artık olsa sadaqatul fitr berishi vacib degan. Bundan keyin mishada nisob shart qilindi. Yani bu boy kishi bo'lish kerak demoqchi yana bir mazhab.
Muşu Hanifi mazhabına karşı nisab şart degene. Cumhur nisab şart emas deb qaraydi. Nisab şart emas. Fakat Müslüman bo'lsa, shu kunlik yemek-içmekten ortiq bir narsa bo'lib qolsa, 1 soat miqdori oshliq ortiq bo'lib qolsa, qo'lda sadaqat o'tirib berishi vojib bo'ldi. Ya'ni bu o'ziga lozimlik oshliq nimada iborat desak, hayit kechasi va hayit kuni 24 soat ichida o'zi yeydigan yemek-içmekten ortiq 1 soat miqdori oshliq bo'lib qolsa, qo'lda berishi lozim. Hanifi mazhabda zakatullah o'xshash. Faqat bunun farqi, buningda ma'lum nami bo'lish kerak emas. Tavil degan narsa bo'lmaydi. Jumhurning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir musulmonga sadaqat fitrni farz qilib bergan. Buning g'ani bo'lsin, faqir bo'lsin degandek iboraning dalili qilgan. Hanifi mazhabning dalili la sadaqa illa an zahrighina dedi. Yana pulmonning zakati qiyas qilib turib, mal-mulkning zakatini nisabga yetgan iqtisodi bo'lmasa, bermaydi, shunda deb qo'yadi. Yani o cumhurning qarashi bo'yicha deb aytsak, qanday bo'ldi? Hamma kambag'allar hozir sadaqat fitr beradi va sadaqat fitr oladi. Yani ayni vaqtda beradi va oladi. Bo'lmasa sen sadaqat fitr beradigan faqirni shu bir kunlik tamoqqa uyda bor bo'lgan desak, hozir ham odamning bir kunlik tamoqi bor. Yani bu neticenin buldu hem beridi hem alıdı deydi. Bunda şulam da olsa buludu. Yani bu kambag'al mı, yılda bir katım bolsa mı, bir sadaqa berdim degandek bir tuyg'u ve kepbaqson. Bayla qanda yurakdan aşu julib olganda qanda ta'sir berdi ekan, buning bir his baqila sadaqa berishning lazzatini tetsun bulmo demoqchi. Fadan an havajil asliya kama bayyana degan shu biz baylıqning ish martabasi va deb shuni bayon qildik demoqchi. Va shartul hurriyati yoki va sharatal hurriyata desak bo'ldi. Li'anna al-'abda ghayru muqatabin biha li'adam mulkihi. Nima uchun hur bo'lish kerak deb shart qildi? Chunki qul sadaqatlar fitr bergan deb buyurilmaydi. Chunki uningki egiligi yo'q, mulki yo'q, o'z mulkdan iborat. Val islamu nima uchun musulmon bo'lish kerak deb shart qildi? Li'annaha ibada, bu zakat, bu bir ibodat, musulmon qiladi buni. Qala sallallohu alayhi vasallam fiha innaha tuhratun lis-saimi min ar-rafati. Sadaqa fitr ro'za tutgan musulmonni ba'zi bir sadga til haqoratlarning gunohidan poklaydigan narsa degan. Wa innahu muxtassun bil muslim. Yani şu tuhra, yani günahdan pak ulaş ve ro'za tutish mushulanmasa musulmonga qarshi. Vel g'ina, yani bay ulash kerak deb shart qildi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la sadaqata illa an zahrighina. Bay olmasa sadaqa berish yo'q degan hadisga asosan. Va fi rivoyatin innama sadaqatu an zahrighina. Bay bo'lsa undan sadaqa berish bor dedi. Wal aslu fi wujubiha sadaq fitrni namazat vojib dedi. Vojib bo'lishinin dalili al-asl yanında delil degan ma'noda. Ma rawa Abdullah ibn Tha'laba ibn Su'ayr al-Udri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. Muş hadis sadaq fitrning vojib qilgan dalili. Dalillar ko'p hamda shu bir misol tariqasida kelgan bo'lishi mumkin. Har bir kishiga yarim so'dan bug'doy yoki bir so' xurmo yoki bir so' arpa bilanlar bir olsun, pul olsun, kichik olsun, cho'ng olsun. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير بمو إنق واجب كرسدان. وقال صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عن كل حر عبد يهودي أو نصراني. Hür ve kul her bir kişiye sadaka fitr verenler. Kul Yahudi olsun, Nasrani olsun,
kullanılan bulurken sadaka fitrını birişin lazım diyen. Bu aciz boz gerek. Kale an nefsihi ve evladihi sıgar. Üzüge mi birdo? Küçük ballarga mı birdo? Yani küçük balları degenimizde küçük balların bazıda sade ve küçük ballar buluşu mümkün, sade yok buluşu mümkün. Buna hanifi mezhepte ayrıydı. Şeyhanınki nazırda evladihi sıgar diyen şu kembegal yani kol ilkide fakat iqtisadi yok küçük ballar maksat kılındı. Eğer iqtisadi ballar kalsa dadısı ya onun başka velisi şu balının iqtisadidan sadaka fitrını berip koydu. Dadısı hemen bir öteye dese meyle. Cumhurun karşılığı şu. İmam Muhammed bu zekat-ül fitr diyen küçük balık vacip emas. Çünkü bu ibadet. Ondan sonra bunu küçük balının melden bir daha şu. Dadısı endin bir daha. Aş mükellef şu olanken şu bir daha da kuray. Şu evladı sıgar diyende şunda bir ihtilaf var. Yani bir mezhepte. Yani ve evladı sıgar el-fukara deyimiz ben. Şeyhanın karşı şu hesap desek, hem kayıt kımsak bulmaydı. Ve abidihi lil-khidme. Özge hizmet kutturduğun kullarga hesaplap sadaka fitr birdi. Lil-khidme de kayıt koyuşu, eğer bunun 20-30 kulu olap, bunu elip satıdığın, mal hesabı ticaret kılıvatkan kulu olap kalsa, bunu vermeydi sadaka fitr. Çünkü bu kulla mal hesabıda, tavar hesabıda uluğa zekat-ül amval birikti. Yani zekat-ül amvalını bir birip, ondan zekat-ül fitrını bir verse, bir nesinde iki tarafın zekat bergendek bulup kıldı. Şuna lil-khidme de kayıt koydu. Abid-i ticara olsa onu vermeydi deyimiz. Ve mudabberihi. Mudabber, mendinki kalsan, sen azat dilgen kul. Başında bir kulu olup kalsa, onun birdi. Ve ummu veladihi. Ay didekten perzent koygan bolsa, şu didek ummu velad olgan. Onun birdi. Ve in kanu kuffaran. Şu kul, mudabber, ummu veladla kafir olsumu birdi. Abid ve mudabber ve ummu veladla kafir olsumu kul ilkideki aşı kullarga sadaka fitr birdi deydi. Şimdi evladı sıgarda eğer çoğun balısı olup kalsa, çoğun balısına dadı verip koysa meyle. Peki aslında o çoğun balı özü verişi lazım. Ayalım şunda, ayalı özü verişi lazım. Eğer iri verip koysa onu buldu. Vel aslu fi zalike biyadiki asas kaide, el aslı yaman veya da el kaide-ül müstemira diye mani geldi. Yukarıda delil diye mani geldi. Biz aslı diyen sözü üç kılmani kıldık o. الدليل القاعدة المستمرة المقيس عليه والأصل في ذلك أن بنك قاعدة شوكة أن سبب وجوبها رأس يمونه ويلي عليه buna şu kişiye adak koyuşu vacip oluşunun sebebi aş kişi bakıdığan bir insan buluş gerek. Aslında bir şahs. Aş adam bakıdığan bir adam buluş gerek. Ve yeli aleyh hava aldığan bakıdığan adam bolsa andın şu kişi kul ülkedeki şu bakıdığan balla hizmetçilere karta zekat verdi. Liannahu yasiru bi manzilati ra'sihi fi'd-dabb ve'n-nusra. Çünkü o şu küçük ballarını, acizalarını qo'dashda şunun beşi uludu. Dabb müdafiə qilish, qo'dash, nusra yardım berish. Qala sallallahu aleyhi ve sellem addu amman tamunun. Sizlar beqivatgan, xalavatqanlarga hisoblab sadaqat fitr beranglar deganlar. Fayalzamuhu an avladihi as-sigar. Shunda bo'lg'achqa kichik bolalarni bu baqadigan bolalar bo'lg'achqa kichik bolalarga berishi lozim. Va mamalikihi kullarga berdi, chunki kullarni baqadi. El-muslimina vel-kuffar. O kullari musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, shu musulmon baqadigan kullar bo'lg'achqa hammasiga berdi. Vel mudabbar va ummul valadi bi manzilatil abd. Mudabbar bilan ummul valad bu sab qul hisobida. Al-abd degan, al-abddan maqsad al-abdul qin. Hech qanday alayda sifat kirmagan sab qul. Mudabbar degan mendan keyin qolsang sen erken hör deyilgan qul.
Ummul Valad degan xo'jayinning farzand ko'rgan dedak. Bular qulning hisobida buni bildirdi. ولا تجب عن أبويه وأولاده الكبار. Ata-onasiga berish vojib emas, cho'ng farzandlarga mo berish vojib emas. Ular o'ziga o'zi berdi. Ammo endi ata-onasiga berib qo'ysa, mayli. Cho'qim shu berdi demaymiz, lekin berib qo'ysa mayli. Cho'ng farzandlarga mo berib qo'ysa bo'ladi. Va zawjatihi. Ayoliga berish vojib emas, lekin ayoliga berib qo'ysa mayli. Ayoliga berish masalasida jumhur boshqa qaraydi. Jumhur ayoliga berishi lozim, chunki ayoliga nafqa qilish vojib bo'lgan ekan, baqilgan kishi mush bo'lgan ekan berishi lozim dedi. Hanafiy mazhabda ayoliga berishi vojib emas, lekin berib qo'ysa mayli deymiz. Bunda Imom Abu Hanifaning shu qarashi shu kuchli. Nima uchun? Ayol kishimi shu hayit yaqinlashgan chog'da sadaqa fitr deydigan bir narsa bor. Deb o'zining yendan chiqarib, berib, sadaqa berishni bir his qilib, ibodatning ta'min etib, bunda qilish lozim. Bu xavri yo'q. Yerdan berib qo'ydi, bunda mu xavri yo'q. Bunda sadaqa fitr degan bir narsani borligini bilmay o'tib ketib qolsa bo'lmaydi. Ayol kishimi pul xarjlashga shunda ko'nishi lozim. Ergilam yo'lini olmay ibodatning ta'min etish lozim demakchi. Va mukatabihi li'adam al-wilaya. Mukatibiga mo berish vojib emas. Chunki mukatibi hozir erkinlikka qadam qo'yib, buning idoachiligidan bo'shnab chiqayotgandek bir holatda. U o'zi pul topgandan keyin bir qismini mush xo'jayin akab birdigan, bo'lmasa o'zi harakat qilib chiqib qolgan odam. Undan keyin uning berish vojib emas. Lekin qul ilgidi bo'lsa, mudabbar va ummul valaddak yoki sab qul bo'lib qolsa beribdi deydi. ولو كان أبوه مجنونا فقيرا تجب عليه صدقة فطره. إن أتسى أجند عاجز بركشيكن سرا ياكي فقير قل الكديوب بلبقاسا ون صدق فطرنا برش لازم لوجود المؤونة والولاية. çünkü bu aşu aletki biçare atsın xaliş lazım, xiracetini tıpırış lazım. Şuna onun sarkıtını beriş lazım. ولا تجب عن حفدته مع وجود أبيهم. Nevrilerinin dadısı yani nevrilerinin dadısı yani şu kişinin oğlu bulup kalsa nevrilerge ben yüzün dadısı verdi. Sayın ödeme eğer nevrilerinin dadısı yani bu kişinin oğlu bulmay kalsa o çağdan çoğun dadısı nevriler için sadakatı bitir verdi. Vakile la tecibu asla. Aciz bir qarashda nevrilarga berish vojib emas deyilibdi. Va an Abi Yusuf rahimahulloh, Abi Yusuf rahmatullohi alayhi kelgan bir qarashda law akhraja an zawjatihi va awladihi al-kibari wa hum fi iyalihi bighayri amrihim azzahum li'annahu ma'dunun fihi 'adatan. Ayoli va cho'ng farzandlarining xavri yo'q. Şu kişi aşula karta sadaqat fitr berib qo'ysa, aşulanın sadaqat fitr berilib bo'lgan hesabda. Çünkü bu eri va dadisi odatda shunday narsani berib qo'ydigan va ularni shunda ijozat qildigan bo'lg'achqa mayli deb qaraymiz debdi. Qala va hiya nisfu sa'in min burrin aw daqiqih aw sa'u sha'irin aw daqiqih أو تمر أو زبيب. صدقة فطرنا مقدار قنچلك desek buğdaydan ya buğday unudan yarım sağ. Sağını 2 kilo 40 gram diyen karışımı var. 3 kilo 100 gram diyen karışımı var. 2 kilo 700 gram diyen karışımı var. Buğday ya ki buğday unudan yarım sağ birdi. Yani 1,5 kilodek bir narsa. Arpadan bir sağ birdi. Yani 3 kilo etrafında. Apı unu olsun şunda. Xom olsun mu bir sağ birdi. Kişmiş ya kurup üzüm olup kalsın mı şunda. Yani muş meselede Cumhur bilen Hanafi mezhebinin karşı çıkmaydı. Buğday bilen kişmiştin başka nesilde temir, şair diyendek nesilde bir sağ deb icma kelgan hamma ulamalar. Yani onun başkası şu dese
Cumhurmu yani o'xshash şu tamir bilan shayrga o'xshash. 1 soat degan, ya'ni bir mazhab bug'doydan yarim soat degan. Lekin zabib kelgan chaqda, ya'ni bir mazhabda ishqil qarash rivoyat qilindi imomdan. 1 soat, yarim soat. Yani bir mazhabning qarashi İmam Avzai'nin, Leys'nin, Sufyan Savri'nin ve başka sahabe tabi'inlerden kelgan qarash. Cumhur ulamalar Hazreti Ebu Said al-Hudri radhiyallohu anhu'dan kelgan mushahadisini dil qilib, hamma narsadan 1 soat deb turoldi. Sa'an min ta'am, aw sa'an min tamr, aw sa'an min sha'ir, aw sa'an min zabib, aw sa'an min al-aqid. Yani bir mazhab Abdullah ibn Ka'laba ibn Su'ayr radhiyallohu anhu'nun hadisine asaslanıp sadaqatul fitr sa'an min burrin aw qamhin min kulli ithnayn. İki adamga 1 soat degan mazmunda mushahadisini sadaqatul fitri muddan min al-qamh. Muddan deganmi yarim soat bo'ldi. 1 soat mud. Farada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sadaqa sa'an min tamrin aw min sha'irin aw nisf sa'an min qamh. Yani bu mazhab yani şu buğdaydan yarım saat bir kişiga hesap buldu degan mazmundagi hadislardan bir nechini dalil qilib keldi. Bu hadisning ba'zi sanatlari aciz, bunda bo'lsin lekin hammasini to'plagan vaqtida dalillikka yaraydi. Undan boshqa sahabe kiramlardan bularni xulafa rashidindan buğdayni yarım saat deb belgilagan hadislar bo'lg'achqa Hanefi mazhab shunda qaradi. Abu Said al-Hudri radhiyallohu anhu'nun hadisi qarta, Hanefi mazhabning javobi. Va Abu Said al-Hudri biz shunda birtoq deb o'zining qilgan ishini so'zlab berayotgan. Lekin mushunda ba'zan joiz ekanligini ko'rsatdi. Yani 1 soat birib qolsang joiz ekanligini ko'rsatdi. Yarim soat vojibdi, ashirroq bergandek bir ahvol demoqchi. Sahih Buxoriy va Muslimda kelgan bir hadisda amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin. Qala faja'ala an-nas idlahum muddayn min hinta. Madinada buğday yo'q derdik. Madinada ashlimizda buğday yo'q. Ya arpa, yoki qo'noq, yoki xurmo. Shuni aslogan ekan, kishilardan mushu 1 soat tamr ya 1 soat sha'irga yarim soat buğday udilkidigan deb shuni tanlashtirib qilgan. Va fi rivoya fa'adala an-nasu bihi nisf sa'in min bur. Bu xuddi nima o'xshaydi? Sadaqatul fitrning qimmatini berishga o'xshab qoldi. Ya'ni ash qo'mining qimmati hozir yarim soat, 1 soat qo'mining qimmati yarim soat buğdayga tanlashgan. Chunki buğday Shamdan keldi, Iroq, Shamdan buğday keldi. Import qilib kirdigan atva ashli. Ve bu xuddi qimmatini bergandek. Bu joiz Hanefi mazhabda. Lekin qimmatini berdi deb qolsak, qanday natija chiqadi? Agar buğdayning bahosi bak arzonlar 1 soat tamirga 1 sharik buğday qildigan bo'lib qolsa, 1 sharikni berishing lozim degan mazmun chiqadi. Qimmat hisoblab qolsa. Endi ulamalardan ba'zilar Hanefi mazhabining qarashini kuchli deb qaraydi, ba'zilar jumhurninkini kuchli deb qarashi mumkin. Lekin sahabe kiramlar qimmatini berganlik aniq. Hazreti Muaviyami Madinaga kelgan chaqda shu qimmatini bergan. Yana hadisda agnuhum an as-su'al fi hadha al-yawm dedigo. Shehid kuni tilashga muhtoj qilmagan kambag'allarni ya'niki agar qimmatini berib qolsa, kambag'alning tilmaslik uchun taqamo munosib. Bu endi qimmatini berishga munosib gaplar. Endi hozir mush masalada tamir bilan sha'ir mushunda ijmo keldi ulamolar. Ammo buğday bilan zabibda ixtilof bo'lib qoldi. Sha'ir arpa. Amma al-burr va ash-sha'ir va at-tamr falima rawayna buğday, arpa va xomo miqdori kelsak, biz yuqorida rivoyat qilgan hadislarga asoslanib turib, shundoq dedi. ilgirki batdiki chiqish hadisini demoqchi. Va amma daqiq an unga kelsak, hadisi unda yo'q desnama fali annahu mithlul habbi bal ajwad. Un degan o shu danga o'xshash, balki undan yaxshi. Yani derhal ashiriblam xemiz bo'ldi, umat chiqil bo'ldi, derhal shug'li bo'ldi. Lekin danni balki derhal shurab foydalanmas mumkin. Kambag'alning ajitini qamdashqa eng tez foydasi bo'lgan narsa. Va kada sawiquhuma arpulan buğdayda yasalgan talqanlarni shunda. Talqanni shuna namdaq bilan kapatsa, qo'saq to'ydi.
Bir sa bu kemchan. Kemchan unda şu buğdaydan kemchallab qalsak, hozirgi o'lchamda 3 kilo atrofida buğday sig'di. Agar shuni qalsak, undan boshqacha og'irlikda sig'ishi mumkin. Sig'imchalik o'xshash bo'lmag'achqa. Sap undan bir sa demek istedim. Yani bir sa buğdaydan çıkıdığan unni emas, bir sa unning o'zi deydi. Ve amma zabibu quruq uzum kelsak, faqad ruwiya fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu aw sa'an min zabib. Buxariy'dagi hadisda sa'an min zabib deb keldi. Shuna shu tunazatga hisob bo'lgan qarashdimi, ash hadisni oldim. Buxariy'dagi hadisni ele sa'an min zabib dedi. Nisf sa'dimi dedi. Ve ana Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife'den yeni bir rivayet geldi. Fi zabib. Nisf sa' zabibga yarım sa' birimiz, zabibdan yarım sa' birimiz deb keldi. Nima uchun desa, li'annahu yu'kalu bi'ajamihi fa ashbaha al-hinta. Chunki bu urg'ulardan yeyilib ketgan narsa bo'lg'achqa, bu buğdayga o'xshash. Buğdayning o'sishiga shunda javhari bilan birga turgan narsa bo'lg'achqa deyish mumkin. Yo'kanda menda desak, buning qimmatini hisoblab ko'rsak, bu buğdayga o'xshash qimmat narsa bo'lg'achqa, arpa, qo'miga nisbatan bu qimmat bo'lg'achqa yarim sa' birimiz deyish mumkin. An Abi Hanifa degan mush rivoyat asli Jami' Sag'irda kelgan rivoyat, zahir rivoyat emish. Va an Abi Hanifa degan aziz rivoyat emas. Lekin yuqorida Hanifi mazhabga vakillik qilgan qarash qaysa Asad ibn Amr, Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i Abu Hanifadan rivoyat qilgan qarash. Lekin nima uchun zahir rivoyatni tashlab qo'yib, a rivoyatni oldi? Chunki Abu Sa'id al-Khudrining Sahih Buxoriy'dagi hadisi bo'lg'achqa shuni tarjih qildi Hanifi mazhab. Qala aw qimatu zalik yoki aşı bir sa' ya yarım sa' deb belgilangan narsaning qimmatini basin buldi. Uning qimmati puli son yoki undan boshqa turdagi ashqasi guruj desak, gurujdan basin buldi. Vaqad marra fi zakat. Mush qimmatini birish masalasi bizning mazhabni qarash kuchliq dedik-ku zakatda. Shu yer bo'lgan talash tortish dalillarni misal o'xshash. Shun bir zakat, umum zakatda buning qimmatini basin buldi deb qaraydi. Bizning mazhabning qarashi shu kuchliq dedik. Nima uchun desa, yuqoridagi zakatul amvolda uning sabablarini bayon qildik. Uni niyadimi? Bayatın degandek, sahabe kiramlar bir sa' tamirning ya bir sa' sha'irning o'rniga shuning qimmatini hisoblab yarim sa' buğday bergan. İhracil qiyma. İkincisi, aghnum an su'al fi hadha al-yawm degan hadisga asosan qimmatini bergan ahvolda kambag'alninki ehtiyoji qamdilishi texim qulay bo'lishi mumkin. Uningdan sirtan bizga nisbatan va berdiganligiga nisbatan shu qimmatini berish intayin qulay. Do'kon qo'yib, un ya buğdaylab, ondan bergandan shu pulni bilan bersak, asallam vojibni ado qilgan bo'lamiz. Qala Abu Yusuf rahimahullah, ad-daqiq ahabbu ilayya min al-hinta. Buğdayni o'zini bergandan unni bergani yaxshiroq deb qarayman debdi. Va darahimu ahabbu ilayya min ad-daqiq. Unni bergandan naqd pul versa texim yaxshi deb qarayman. Uni kambag'aldan so'rab qolsakmi, un beraymi, sizga pul beraymiz, pul deyish mumkin. Bir sa'ninki qimmatini bilamiz. Masalan, buğday hozir kilosi 2,5 koy, 3 koy bo'lsa, natijada 3 kilo deb qo'ysak, 3 koy desa 9 koy. Li'annahu aysaru 'alal ghani. Mana demakchi bo'lgan kishiga qulay va anfa'u lil faqir. Fakir uchunmi foydali. Wal ahwatul hinta liyakhruja anil khilaf. Endi ulumaldan yaqzada shu belgilangan ashqni bermasam bo'lmaydi deb ching tuğallı bo'lg'achqa, ular jumhur shunda turg'o, boshqa shu mazhab ashqni o'zi berishing lozim deb ching tuğachqa, al-khuruj min al-khilaf mustahabbun degan tariqada bu talashtartish, boshqalarning e'tirozi, jamiyatda g'ulg'ulash, joiz bo'lmadi, sen ado bo'lmaydi degan gapdan qutulish uchun ashq berasang bu texmi yaxshi. Endi bu kitobda
Al-ahvat dedi shunami. Yani ehtiyot jihatdan eng yaxshi shu. Lekin qaysi afzal deganda Hanafiy mazhab ulamolari ikki xil qarashda bo'lib qolgan. Yani qimmatini berish afzalmi, ashqni o'zini berish afzalmi? Ikkinisini ba'zi joiz, lekin qaysi afzal? Ulamollar qaysi kambag'alga eng foydali bo'lsa, shu afzal deganlar bor. Ba'zilar shu hadisga kelgan bo'yicha ashq berish afzal deganlar bor. Lekin Hanafiy mazhabda fatvo qimmatini berish afzal degan qarash bo'yicha berildi. Qala va la yajuzul khubzu non basa bo'lmaydi. Val aqitu aqit bu erinchak, suzma, qurt degandek narsalar. Al mushnasini oshliq hisobida bas bo'lmaydi. Lekin qimmati hisobida bas bo'ldi. Va la yajuzul khubzu val aqitu illa bi'tibar al-qima. Oshliqning qimmati deb qarab basa bo'ladi. Lekin oshliqning o'zi o'shaning bir savrin, bir sa non, bir sa erinchak berman desa bo'lmaydi demoqchi. İlla bi'tibar qilma li adam urudun nas bihima. Chunki hadisda bu non va erinchak berish haqida ko'rsatma kelmagan demoqchi. Lekin endi shu biz yuqoridagi Sahih Buxoridagi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu hadisi dediq-ku. O'sha hadisda kunna nukhriju fi ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر دكاي. Rasulullah'ın ko'rsatma yo'q. Lekin sahoba kiramlar shu erimchikni biriktirgan. Buni bu hadis bor desak bo'ldi. Yoki Hanafiy mazhab buni ixrojul qiyma deb tushungan bo'lishi mumkin. Hadisda masalan sa'am min aqit deb yo'q. Sa'am min tamr deb pa, sa'am min shayr deb pa, lekin sa'am min xubzin, sa'am min haqiqatan deb yo'q. Mana bu mazhab nasqa islag'an bo'lg'achqa yaqif haysun nas. Yo'q, daqiq ash bug'doyning jinsi shu deb qaraydigan qarashim bor. Ya'ni shu daqiq hozir bug'doy shu jinsdan desa, shu burning ichiga daqiqning kirib ketadi deydi. Ba'zi ulamolar daqiqa ayrim bir jins, buğday ayrim bir cins, şunu bunu almashtirishda ortiq kam bo'lsa bo'ladi deydilar. Bir cins deb qolsa ortiq kam almashtirsa bo'lmaydi. Lekin avvalda nas yatanavalu degandek bir mazmun. Gurjulasin bo'ldi. İxrojul qiyma shaklidan. Lekin ba'zi ulamolar mansus deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida Madina aholisi iste'mol qilgan oziq-tulik, xurmo, arpa shu narsa. Shu hadisda shuni oldi. Lekin har qanday jutda shu jut aholisi kam iste'mol qilgan oziq-tulik bo'lsa bo'ldi. Masalan, Yaponiya, Indoneziya, Malayziya guruch, uni boshqa yo'q. Yana bir yerda qo'noq qilish mumkin. Shunda shaninki asos oziq-tuligidan biridir deb qo'ydi. Qala والساع 8 أرطال بالعراقي. Sa'ning miqdori keldi. Qanchalik? Ana bu mazhab qarshilar jumhurninki o'xshash emas. Ana bu mazhabda sa'ning miqdori Iroq ritli bo'yicha 8 ritlga to'g'ri keldi. Ritl Iroqi degan 406 gram. 8 ni 406 gram ko'paytsak 3 kilo 250 gram bo'ldi. Yani 248 yani tutilsak 250 deydi. 3 kilo chorak. Cumhurning qarashicha sa unda az. Cumhur o'lning ritli 382,5 gram. Lekin bir sa 5,33 ritli bo'lg'achqa buni ko'paytsak 2 kilo 40 gram chiqadi. Navandın Cumhur'un qarashida 2 kilo 40 gram, Hanafi mazhabının qarashida 3 kilo çarek, 250 gram. Vaqala Abu Yusuf, yani vaqala Abu Yusuf deganmish, Abu Yusufning qarashi Cumhur'ning qarashi. Yani Hanafi mazhabda hozir ikkili qarash bor. Sirt chiqmasaqmi, Hanafi mazhabining ichida shu qarash. Ko'pincha ahvol shunda. Hanafi mazhabininki diqqat qilsanglar, Hanafi mazhabining ichida, Hanbali mazhabning shunda, Hanbali mazhabda necha rivoyat bor Imom Ahmad.
ve fi rivaye anhu da 5 xil qarashilab qolsa 5 rivoyat var İmam Ahmed. Şunga o'xshagan Ibn Rajabda bir qarashilab qolsa İmam Maturibda sahiban Maturibda yoki Shayxan Maturibda Muhammad Maturib bunda bular İslam fiqhida 2 xil qarash, 3 xil qarash bo'lsa, shu esa shu mazhabda. Yani madrasa jamaiya bo'lgan. Ve qala Abu Yusuf 5 artalin ve thuluth ritlin 5.33 ritliga to'g'ri keldi bir sa degan debdi. Jumhur shunda qaradi. Ve huwa sa'u ahli al-Madina. Bu bo'lsa Madinaning aholisi ishlagan ashkamchan shu sa. نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عن سلف. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanıdan balısqa muşunda miras qoldirib ishlatib kelgan sa kamchallar inib bordi shu chaqda. İmam Abu Yusuf Madinaga borib İmam Malik bilan munozirlashgan. Bu sa'ning miqdori to'g'ri. Munozirlashgandan keyin İmam Malik tutsalarda ey palani sizning uyda shu bo'ldirdan qolgan bo'sdan qolgan Rasulullahning zamonida kamchan bar akaslar degandan keyin shuni akilab kamchallar ko'rgandan keyin Abu Yusuf rahmatullohi alayhi qaylo'g'ina mush Rasulullahning zamonidan qolgan kamchan ekan buni muqtar bashiratul suluskan deb shunga maqarashni olgan. Va qala sallallohu alayhi vasallam sa'una asghar as-si'am. Yani bizim Madinaliklar ishlatilgan kamchan boshqa shaharliklarga qaraganda eng kichik. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan-ku, ey Alloh bizning sa' muddatlarimizga barakat bersin. ولما ما روى الدارقطني في سننه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 8 أرطال. مش روايته صاع degan mush kamchan miqdorini 8 irtil degan. 8 irtilni shundan Iroqdan bilan ko'paysak 3 kilo charak chiqadi demakchi. وعمر رضي الله عنه قدر الساعة لإخراج الكفارة 8 أرطال. Hazrat Umar xalif chaqda kaffarat berish masalasida bir sa'ni 8 irtil deb belgilagan. Bi hadrat sahaba kiramlar shu chaqda xalifa Umarning huzurida bordi, ular e'tiroz bildirmagan. Shundan bu nima o'xshaydi? Bir xil ijmo o'xshaydi. Bir sa' 8 irtil barobar keldi deganda bir ijmo bor. Wa annahu asghar min al-Hashimi. وأنه يعني الضمير Hazrat Umar zamanındaki sa' bu Sa'al Hashimi'den küçük değil. Sa'al Hashimi bu bir kamchanning turi. Xuddi bizning diyorimizda Xotanning bir shariki, Kushaning bir shariki, Qashqarning bir shariki bor-ku, o'xshamaydi. Biz 2 kilo ortiq, 2 kilo kam, 10 kilo, 8 kilo, 13 kilo dedi. Shunga o'xshash kamchanlar bu. Bir shaharning bir shariga o'xshamaydi. Sa'al Hashimi bu 32 ritil kildigan yoki bir charak kildigan emas, bir charakda kilmas. Bu sa'lashim bilan bizning munosabatimiz yo'q hozir. Faqatlamamda sa'ning turlari bor. Hazrat Umarning qilgani bu sa'lashimning kichikrakda deb qo'ydi. Qala wa tajibu bi tulu'il fajr yawm al-fitr. Ana shu zakatul fitr qachon vojib bo'ladi? Bu bir xil sababul vujub deymiz. Sababul vujub deyishki bo'ldi. Xuddi masalan, peshim kun tiklishib qayrilganda vaqt kirdi deganga o'xshash, sadaqa fitrni berish vojib bo'lgan vaqt ro'za kuni tong etish bilan vojib bo'ladi. Li'annahu yuqalu sadaqatul fitr. Chunki buning ismi shunday, sadaqatul fitr. Yani ro'za tutmay ig'za chizgan chaqda berdigan sadaqa degan ma'noda. Wal fitr innama yatajaddadu bil yawmi duna al-layl. Endi ig'za ichgan, kechida ig'za ichish u ro'za tutishga yo'q. Shu kunduzda ig'za ochdi, ro'za tutdi deyildi deydi. Ig'za ochgan chaqda berdigan zakat degan ma'noda. Ramazonda 30 kun kunduzda ro'za tutgan. Endi shu aytning birinchi kuni kunduzda ro'za tutish yo'q. Mana shu chaqda berdigan zakat demakchidir. Asli ro'za tutgan chaqda, lekin ro'zada biz ro'za tutmay ig'za chizgan bo'g'achqa, mush chaqda vojib bo'ldi ekan deb tushundik. Yani ulamolar ittifoqga o'rin Ramazon tugab ig'za echishidan vojib bo'ldi deb qaraydi. Hadisda farada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakatul fitr min Ramazon dedi. Ramazon tugab ig'za etsa zakatul fitr vojib bo'ldi deb qaraydi. Lekin
muşu jinishga bekitishda ixtilof qilishdi. Hanafiy mazhab İmam Leys'in şunda qaraydi. İmam Malik'tin bir rivayette bu şey kuni tang etish bilan vacib bo'ladi. Bu xuddi qurbonlik o'xshashdir. Shu kunga chetishlikdek. Şafii mazhab, İmam Ahmadning mazhabi, İmam Malik'tin bir rivayette Ramazonning oxirgi kuni kun petish bilan, ya'ni hayit kunning kechasi kirish bilan deydi. Nima uchun? Chunki bu ro'zlarni ashunda ba'zilar tilaqarab gunohdan paklash uchun vojib bo'lgan narsa. Ro'z degan kun petish bilan tugaydi. Shunlar kun petishni biz fasil qilib turib, kun patgandan keyin sadaqa qilib vojib bo'ldi deb qaraymiz deydi. Nima Hanafiy mazhab deyishi mumkin? Bu hayit kuniga chetishlik agnuhum anis sual tu'matan lil masakin dedi. Bu hayit kunda kambag'allar muhtoj bo'lgan musulmonga shuni hayit kuniga chetishlik deyishi mumkin. Ulamoning o'rtada shunchalik bir ixtilof bor. Qala fa in qaddamaha jaza. Biz zakatul amvaldimi burroq bir itqasi birajimkin burun bir vasi joiz degan-ku. Ma'nodimi vaqtni bekitazir. Ro'za kuni tang etish bilan vojib bo'ldi dedi. Undan ilgari bervasa joiz dedi. Lekin ilgari deb manchilik ilgari degan gap yo'q hozir. Ilgari dedi. 10 kun ilgarimi, 1-2 kun ilgarimi, 5-6 oy ilgarimi, 11 oy ilgarimi, uning gapini qilmadi. Bu mutlaq keldi hozir. Qaddamaha deb lan qo'ydi. Ramazonning ilgari ba'sini mushuni ishi shirkdi hozir. Zohir rivoyatda. Lekin endi shu ilgari birish degan gap aslida zohir rivoyatda kelmagan. Ya'ni imomdan Ramazondan burun Ramazon ichida yoki mush vaqtdan burun ba'zi bo'lamdi bo'lmam deganga faqat ular ko'rsatib kelmagan. Keyin undan ulamolar shunda bahs qilib ba'zilar burun ba'zi bo'ldi, bo'lmaydi deyishib, mana bu mazhabda burun ba'zi bo'ldi deb bekitdi. Li'annahu addaha ba'da sabab. Chunki u shu sababul vujub tepilgandan keyin berganda. Hozir bu sababul vujub desa, ikki narsa sababul vujub bo'ladi. Birisi sadaqa fitr vojib bo'lgan vaqtning kirishi, ro'za kuni tong etishi deymiz. Xuddi peshinninki vaqti kun tiklashgandan keyin shuni qayrilish sababi vujubi zuhr degandek. Bu bir. Ikkinchisi shu bir insonning mush vujudda bo'lishi, bir shaxsning hayotda bo'lishi sababi vujub shu. Bir inson hayot bo'ldi-ki, buningga fitr vojib deymiz. Nolki bu yerda sabab degan so'z mishada vaqtni ko'rsatishi mumkin. Yoki shu shaxs, shu inson o'sha qaddama degan ilgari bergan chaqda shu inson bormi yo'qmi bordi. Undan keyin bo'ladi. Xuddi zakatni bir yil burun bersa, shu qo'lda shu iqtisod bordi, sababul vujub bordi degan, zakatga alato sababul vujub bordi deganga o'xshash. Mishada shu inson shu chaqda hayot bordi desakmi to'g'ri chiqadi. Sababi vujub sadaqatul fitr tepilgandan keyin bergan bo'lg'achqadi. Bu vaqt deyishimiz mumkin. Sabab vujub vaqt esa xuddi bu Ramazondek. Bu Ramazonga chetish bir ibodat. Ramazon shunda kirgandigidan xuddi sabab vujub bo'lgandek deb tushunsak bo'ldi. Yoki shu shaxs hayot bo'lg'achqa, masalan Ramazonning 5-yil bo'ladi deydi. Shu chaqda sadaqa fitr shu kishining hisobiga berilgan odam hayot bordi bordi. Me'adim dabtuman va huwa ra'sun yamunuhu wa yadayhi. Yani sababni hozir xuddi insonda. Shu inson mushu sadaqa fitrni ilgari surib bergan chaqda shu inson bormi yo'qmi? Shu odam halol qilgan inson, bolasi, puli bormi yo'qmi? Shu chaqda bor. Lekin tug'ilmagan bir bolaga, esa qo'saqda bir bola, bu anda qadar tug'ilib qolarmiki deb, bir oy burun bir tiqasyon sababul vujub yo'q chaqda bergandek bir ahvol. Yani nisobga erishmay turiblam zakat chiqargandek bir ahvol. Va qala al-Hasan ibn Ziyad, Imam Abu Hanifa'ning shogirdi, la yajuz. Yani vaqtidan burun bersa joiz bo'lmaydi. Va rawa Nuh ibn Abi Maryam annahu yajuzu idha mada nisf Ramazon. Ramazonning yeri o'tib ketgandan keyin, yani 15 dan keyin bas bo'ldi. Yani Nuh ibn Abi Maryam kimda? Abu Asma. Wa an Khalaf ibn Ayyub
Yejuzu fi Ramazan ve la yejuzu qablahu. Ramazanning ishida bo'lsa, Ramazanning birinchi kuni bo'lsa-mu, Ramazan kirgandan keyin bo'lsa bo'ladi. Ramazonda ilgari bo'lsa bo'lmaydi. Lekin mushu Xalaf ibn Ayyubning mush qarashi, ya'ni bu mazhab fatvo beradigan qarash. Ya'ni bu mazhabda qaysi to'g'ri, qaysini kuchga ega qilamiz deb ulamoning har biri bas buni kuchga ega qilib baqqan. Lekin bu mazhabning asosan fatvo mushu deydigan qarashi mush Xalaf ibn Ayyubningki Ramazon ishida bas bo'ldi degan qarash. Ya'ni mush masalada ayında talash bo'ldi. Buxoriyda عن ابن عمر رضي الله عنه كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو بيومين. كانوا ديان أصحاب كرامlar صدق فطرını Eid günden bir gün, iki gün burun beritti de rivayet kıldı. Hanbali mezhepte, Maliki mezhepte Buxori'de kelgan müşahidisine esasen bir gün burun bermesi buldu. Bazı ulamalar 3 günge kadar en köp olan 3 gün burun bas buldu deb qo'ygan. Hanbali mazhabning ba'zilari Nuh ibn Abi Maryam degandek nisf Ramazon degan. İmam Şafii ma Xalaf ibn Ayyub degandek min avval Ramazon degan. Hozir shu Hanifi mazhabda boshqa hamma mazhab degan qarashning hammasi bor. Ham yuqorqi masalada vaqtning vujudini bekitdi-ku. Lekin vaqtning vujudini bekitib, undan ilgari bas bo'ldi dedi. Ham bu talashlarning nima foydasi? Vaqtning vujudini talashlash desa İki tarafdan faydası var. Birisi bunun en ağır çekini belgilsek bazı mesela Ramazan'ın ahir günü gün patkandan keyin tuğulgan bir boğuk olup kalsa. Ya gün patkandan keyin birisi Müslüman buldu. Ya bir adam ölüp kaldı. Manada andın bu talaşlarının keyin neticesi görüldü. Samaratlı hilaf şöyle çıktı. Yani bir mazhabda ay vaqtıl vücudunu bekti o. Şu vaqtıl vücuddan burun ölüp kalgan adam bolsa yak vaqtıl vücuddan keyin Müslüman bo'lgan bo'lsa, ya undan keyin tug'ilgan bo'lib qolsa, bularga sadaqa fitr vojib emas. O'shanda farq endi chiqadi. Xalaf ibn Ayyub kim? Bu İmam Muhammad ve Zufar, Abu Yusuf ve Asad ibn Amr deganlar İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhining 4 shogirdida o'qigan olimlardan bo'lib, bir muddat İbrahim ibn Adem bilan hamrohlab yashayotgan shogirdlar. Hem muhaddis Hakim Dattoq bu 203-yili Nishapurga kelgan. Bizning ustozlarimiz bundan hadis o'rgangan. 205-yili vafot bo'lgan. Bu shu mashayix deymiz-ku, mashayix dedi-ku o'tganda. Shu mashayixlarning cho'nroqlari. Mashayixul Hanafiyya. Qala va in akhkharaha fa alayhi ikhrajuha. Bayatan qilmaslar ilgari surib berishdi. Hozir unda keyingi surish masalasi. Kechiktirib tutsa fa alayhi ikhrajuha. Kechiksimi keyin shuni bilish lozim. Gadindan saqib bo'lmaydi. Li'annaha qurbatun maliyatun ma'qulatul ma'na. Chunki mushu ibodat biz ma'nisini tushunadigan ibodat. Yani ma'nisi nima? Ighna'ul fuqara fi yawmil 'id. Fala tasqutu bit-ta'khir kaz-zakah. Mazmuni biz tushunadigan shuna bir ibodat bo'lg'achqa, bu kechikib qolsa-mu gadini saqib bo'lmaydi. Xuddi zakatmi, ash faqirlarga beriladigan yordamda bu zakatni kechikib qolsa gadini saqib bo'lmaydi. Shuning o'xshash. Bixilafil udhiyya, lekin qurbonlikcha buni o'xshamaydi. Qurbonlikni shunga ash vaqtida so'yish lozim. Agar vaqti so'ymasa, keyin so'ysa bo'lmaydi. Shunga keyin qanday qilish lozim? Qo'yni so'ymay, shu qo'yni o'zini sadaqa berish lozim. Yoki qimmatini sadaqa berish lozim. Bo'g'izlash degan gap yo'q. Nima uchun bo'g'izlash shu ayyamin nahriga chetishlik dedi. Nima uchun bu bo'g'izlash qon oqtirishni biz tushunmaymiz. Bu qon oqsa, bu ibodat bo'lishini biz tushunmaymiz. Qandoqla bu qon eqtish ibodat bo'ldi. Biz uqmaymiz, lekin Alloh taolo shuni buyurgan ekan, saman va ta'atan deb taslim qilib qilgan ibodat demakchi. Bu namaz kadar ve doğru namazdan keyin kechiksa, kechikka hesapda. Namazdan keyin. Bazı ulamalar Eid kuni ishni bir vasang mayli, ag'nu man sual fi hadal yawm degan ekan, Eid kuni ishni basang mayli.
Şu joyda ishlatgan bo'lsa deganlar bor, lekin hayit namozi chiqishdan burun bir o'tidi desak, hayit namozidan keyin ya hayit kunidan keyin kechiktiryapti deydi. Hani bu mazhab bu gardından saqlanmaydi, shuni ado qilish lozim. Kim bilib qolsa bu qazo olmaydi, ado bo'ldi. Masal g'alati, ha? Qazo olmaydi, ado bo'ldi. Chunki zakatni biz bahs qilgan chaqda, ya'ni bu mazhabda bir qarashda vacib muvassa' dedi. Nima? O'lgichi ba'san ado bo'ldi. Ba'zi qarash ya kechiktirsan gunoh bo'ldi. Bu ado olmay qazo oldi deb baxtdi. Lekin bu mazhabda shu kechiktirsan shu ado oldi degan qarash bor edi. Shunda kechiktirsan qazo olmaydi, ado oldi deb qaragan qarash hali bu mazhab sal jalliqroq. Yana bir qarash var, o cumhurning qarashi, ya'ni sadaqa fitr vacib muvassa'mu, vacib mudayyaqmu. Yani şu bir vaqt chetishlik. Xuddi namozning vaqtini tutib qolmasdan, shu 1 soat ichida o'rinishing lozim. Namozdan masalan yarim soat ichida o'qishing lozim. Undan keyin xutbaning vaqti kerakmi qani u qazo bo'ldi. Vaqt bekitilgan. Ramazon shunda shu 1 oy ichida tutishing lozim. Keyin Shavval o'tib ketsan, u qazo bo'ldi. Yani şu vacib muvassa'mu, mudayyaqmu, şunu ixtilof bor mazhabda. Hanafi mazhab vakillik qilgan qarashda bu vacib muvassa'. Shunga vacib bo'lgandan keyin, yana shu hayit kuni bomdod vaqti bo'lgandan keyin o'lgichi qachon berib qolsa bu ado bo'ladi, qazo bo'lmaydi. Kechiktirish bilan gunoh bo'lmaydi. Ha? Kechiktirish makruh bo'lmaydi deb menda. Şu ado oldu yani, şu ado qilish lozim. Ha bu qazo oldi demadi, şu ado qilish lozim. Mesela xuddi sizlar peshinni 3 soat ichida o'qishlar kerak-ku. Masalan, soat 12 dan 3 kishi desak, 3 soat ichida 1 soat o'qishni ado oldi, 2 soat o'qishni 3 soat ado oldi. Bu 3 soatdan keyinchi şöyle o'lgan chaqda bamay o'lib ketgan bo'ldi demak. Yani şu vakti bunun 3 saat girmezsen peşinin vakti azir masraf tuturursun şu bunun ahirkada demek için. Ma bir qarash. Yani bir mazhabda yana bir qarash bu vacib muqayyad bil vaqt. Yani vacib mudayyaq bo'lish. Agnuhu an sual fi hadal yawm mushkunga chetishlik bu. Mushkunda kambag'alning ehtiyojini qamdanlar, tilab yursin degan bo'lsa, buning vaqti shu kunga chetishlik deb qaraydi. Undan keyin ikinci qarashga asosan kechiktirib o'tib qolsa gunoh bo'ldi. Namozdan keyin birib qolsa qazo bo'ldi, ado bo'lmaydi. Namozdan keyin deb aytilgan Mushu ikinci qarashga asosan, chunki sen mush bir kunning bir qismini bamay o'tkazatding deydi. Yani tang atgandan tortib masalan tang atgancha soat 4 bo'ldi deb qolsak, namozni soat 8 da o'qib bo'lsak, 4 soat ichida sen ig'na ansol qilmadan kunning bir parchasini ig'na ansol qilmay kambag'al muhtojlarga tashlab qo'yding demoqchi. Keyin bergan bo'lsangmi, lekin ma 5ni tortib 4 soatni sen kambag'alni muhtojlarga tashlab qo'yding, shuni qazo oldi deydi. Xuddi vaqti bermagandek. Endi kambag'alni hayit namoziga chiqishsa ilgari ma kishi bilanning hayit kiyimikan Mao ele tushda kechda bolalarga tamoq qiladigan ashlarda ko'ngil xotirjam bir xushal chiqamdi. Hayit namozi sunni tushdim tamoq qilib biram bo'larman nimaga deb bunda g'am bilan chiqamdi. Ma masala. Yani ig'na an sual fi hadal yawm mushkunning butun bir kunda bir kunduzda ig'na qildingmi? Yo'q. 4 soatda ig'na qilmadim. Menda tushunmoqchi. Bu endi mazhabning shuni bajmay, birisi jumhurning va birisi mazhabning var. Yani bunun ishida ish qarash bor. Vacib muvassa, vacib muqayyad. Lekin bu kitobda Hanafi mazhab vakillik qilgan qarash, ko'proq ulamolar Hanafi mazhabini shuni tutamiz degan qarash, vacib muvassa degan qarash. Bundan keyin mush mazhabdagi qarash bo'yicha hayit kuni kichik bolasi tugab ketdi. Tugab ketsa, aşı balaga nisbatan zakatni cho'qim zodi ashadam, yani dadisi o'lgan qadar babisi bo'lmaydi deymiz. Bo'ldi ketdi demaymiz. Yani bu bir tarafdan kechiktirmasangmi mayli deb manda qo'yib qo'yganda ko'rangan bilan bir tarafdan zodi shuni bamsam olmaydi deb bir tarafdan chinatgandek ahvol. Yoki hayit kuni tong atgan chog'da baykem bo'ladi.
namazdan kellan bütün sermayede ayrılıp dakikada kaptı. Kembagada kaptı. Yani bu adamga sen aşu vacip bo'lgan gadinidagi zakatni zodi bersan bo'lmaydi deydi. Bunun hamda aşında vacip muvassa'mıda yok degan usuli talashtat neticesinde furuatdaca ixtiloflar paydo bo'ldi. To'liq hamma jihatdan o'xshash bo'lmaydi. Chunki ibodatda agar qiyos qilish joiz deb qalsak, bu mumkin emas. Bir ibodat bizga 100 tushmaydi. Ko'pincha yaqinlashib qolsa qiyos qilib. Lekin bu yerda, ya'ni bu mazhab mashada in akharaha fa alayhi ikhrajat bu mushi demak yo'g'ini kim kechikib berib qolsa bu adolatda qada emas demakchi. Yani bu qarash hozir bizning qarashimizda ya ojizda ko'ranson yoki dalil yo'qda ko'ranson, lekin ma kitobdagi mazmunni nima demakchi buni aniq tushunishimiz lozim. Bu xato gapni bizni qilib shu maqsad qilib xato gapni qilsinmasan biz buni yo'q undan emas bu dalil undan ekan bu da to'g'rilab igib bunda tushunib kelsak bo'lmaydi. Ojiz bo'lsa ojiz aynan shakli bir tushunib undan keyin ma kuchliq ya ma ojiz ekan. Bu yerda hadisda usadat bunda tarjih qilamiz. قال وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده منا وإن كان للصغير مال بيات عن أولاده الصغار دقوا عن أولاد الصغار الفقراء دينزون مال ملك يوق فكر كشك بالله بلا قاسا ده دسبردو ديگان ميادا لكن بالله مال ملك بلا قاسا velisi bir koydu yani velisi şu kişik balının melidin ayrı koydu demekçi. Eğer meli olmasa dadısı üzün yendim birte. Meli bulup kalsa şeyhan ve cumhur ulema küçük balının melidin birdi. Ve an abdihi küçük balının kulu olup kalsa kuluğumu küçük balının melidin sadakatıdır birip koydu dadısı. Liannaha ma'unatun kel cinaya ve nefakatı zavca. Çünkü bu bir hiracat değil. Kudu aşı balığa çıkımını koygandak Aşbalmamasdan neymiş işmikine amnasını hamda koyduğum bir vasi bir çoğun adam bulup kalsa şu balının pulunu aşbalık hesap birdi. Şunu okşaş. Hıracetini kıpırdı dedi. Kel cinaya. O da mesela bu bala bir sana aylıkınca kıvattı. Yani başını edebler göm kılıbısını sokup kalsa balının pulustan başkalığını tülüp birdi. Ama diyet olsun, ya konulu kesetken olsun, közünü kılarken olsun, şunun mal mülkünü tületti değil. Ve nefakatı zavca, mesela aşk kişik balının ayalı olup kalsa, kıracını kıpırttı, şunu okşaş. Ya kendi o çoğun adamın ayalı kıpırtığı nefaka okşaş bir nefaka desek mi buldu? Ve kâle Muhammed rahimahullah, la tecibu fi mâlihi kezzekâ. İmam Muhammed, bu bir ibadet. İbadet kendine çoğun adam kullanırsa, Ondan onun zekat fıtrını dadısı bir işi lazım. Yendim bir de. Çıkbalının melidin vermeydi. Vel mecnunu kessabi. Saran kişimo sebiga okşaş. Ondan bu mu şu ihtilaf dairesinde değil. Mal mülkü bu ısımında, bu musımında değil. Ve yustahabbu ihracuha yevmel fıtri qablal khuruci ilal musalla. Ama bu evzel vakti. Evzel vaktini bayan koydu. Namazgahqa, eydgahqa çıkıştın burun berivetiş müstahab. Namazgahqa çıkıp bulaq şu yerda bəsin buldu. Lekin çıkıştın burun bir vətsə, bugün namazgahqa çıqqan çağda yerda birvan kembağal tıpılması mümkün. Ya kembağal burun yani çıkı sahasız namazını konu xatırcan oqışı mümkün. Vaqad bayyannahu fil aydayn. Eyd namazı ahkamlarını bayan qilgan çağda biz bunu deb o'tgan dedi. Ya bunu dadısı bir koydu. Ma şeyhan namazda sarang balınınki eğer mal mülk olup kalsa dadısı sarangın mal mülkiden ayırıp koydu dedi. Sarık fıtrını bir degan kişiler. Sarık fıtrını biz şu zekatul amvalga okşaş, asası okşaydı dedik o. Yani bu mazhabda malikin nisab buluş gerek dedi. Ondan ki malikin nisab bulmagan fakirlerge bir doğru dedi. Elbette ulamalar şunda icma qilgan Müslümanlarning fakirlariga beramiz der. Lekin ahli zimmiga beramdiq bayramdoq jumhur bermaymiz deydi. İmam Abu Hanifa ve Muhammed bəsek buldu. Yuqurda o'tdiq-ku zakatul amvalda. Shunga o'xshash
ahli zimmiga bas bo'ldi deb qaraydi. Lekin kafirga, murtadga yoki musulmonlarga qarshi jang urush e'lon qilganlarga yoki ota-onasi yoki farzandiga, ayoliga bas bo'lmaydi. Yana zakat bilan mol bayon qilgandek, uch ashkara hujurlar musulmonlarning ko'ngliga azor beradigan gunoh ma'siyatlarni ammoy so'rallarda tattatmasdan qiladigan qas qilib qolsa, bermaymiz. Bundan boshqa bu sadaq fitrni masalan biz Misrda yashab buyurib bersak bo'lamdi yoki Yevropadagilar ba'zi shaharda kambag'al yo'qdi sadaq fitr beradigan. Bizning uchun ba'zi shaharda sadaq fitr beradigan kambag'al yo'q. Da'vatuz ba'zilar hozir ham bilan turmush kafolat pulini ilaverib sadaq fitr oldigan holat emas ekan. Ayna bo'lsa bu zakat o'xshash bilqo'manmi? Bu bir zakat. Shu Hanafi mazhabiningki zakatul amvalni mana turli sabablar bo'lib qolsa, bir jutdan bir jutga yetkazsak bo'ldi. Masalan, ba'zi bir tuqqini yoki bakrak muhtoj yoki talibul ilm deymiz. Aslında bir ahvol bo'lib qolsa, boshqaga yetkazib bo'ldi degan qarash bo'yicha bu sadaq fitrni boshqaga yetkazib bo'ldi. Lekin shu turayotgan jutda kambag'al bo'lib qolsa, shuni bagini yaxshi. Falzamu an avladi sigar va mamalikihil muslimina val kuffar. Kullarga hisoblab yendan sadaq fitr birdo dedi. Lekin kafirga birdo demadi. Hazrat Osman qo'zoqdagi balg'amo bergan bo'g'achqa Hazrat Osmanning shu ish izlarini asos qilib turib mustahab qilgan. Lekin vojib emas. Butun dunyoga kelib bo'lgan bir insonga hisoblab turgan narsa bo'g'achqa zohiriylar qo'zoqdagi balg'amo berishing lozim. Bu inson yoki kichik inson dunyo bor qo'zoqdan shilba dedi. Ya ehtiyojdan ortiq nisabga yetgan iqtisod bo'lsa, nisabga yetgan ma'lum nami bo'lsin, ya'ni zakatul amval berish vojib bo'lgan kishi bo'lsin, yoki ma'lum nami emas, nisabga yetgan qimmatda iqtisod bo'lib qolsa, berish vojib. Ma'lum nami emas, masalan, uydan ish kuchi bor, o'tirgan ish kuchi bor ekan, yo do'kondan ish kuchi bor, masalan, o'zi ochilgan do'kon, kiyim-kechakdan kasbdan bir yildan birash kuzba masalan hamma iqtisodsa nisob yetib qolgan. Lekin bu ma'lum nami emas. Bu pul masalan tijorat to'g'ridagi bir narsa emas. Lekin bu bay savdo demak. Shunda ya'ni zakat berdigan ya zakat asli bo'lmaydigan bay darajasiga yetgan odam berdi. Uni boshqadan ya'ni bilmasam. Cumhur kambag'al hammasi berdi, hammasi oldi. Yani hem birdo hem alıdı. Bir cama yavgaşmaya gibi böyle mesela bir günde böyle olsa mesela ondan aşırı pürvelse bunu yalatı aşırı belgini nefse hesaplandı ya ki şu yine aşırı belgini nefse buldu. Tamam tatava hayran ve hayrullah. Bu tatava hesabıda. Şuna Abu Said al-Hudri radıyallahu anh'ın belgen bir saat diyen Müslüman yani mezhep ayında yarım saat vacipti. Bu bir saatlık tutulup aşırı belge. Lakin hangi cıkbasa oldu. Lekin İmam Şafii sadaqatul fitrni İmam Şafii'nin meşhur karışıda bu 8 masrafga çeşimiz edilen karışımız. Bu galit karışlar. Bu kanda çağda amal kıyıldı. Sadaqat fitrni toplaydiganmiz. Hükümet idaresi bir heyet, bir cemiyet bulup kalsa, bu makatın jigab 10 milyon bulup ketip kalsa, ondan aşında 8 masrafga işletishi mümkün. Bu misal bir adam sadaqat fitrni o'zining 4-5 bolalari bilan 5 kishilik, 6 kishilik berib kalsa, 8 masraf unda bulup ba'sa va ig'na fiyadalan mujid chiqmaydi. Allahu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.